Koketga tiqishni boshlaymiz. Bizga buning uchun koketga oldi qismini ikkita kanal bo'ladi. Bundan bittasi astar, bittasi yuza qismi. Yuza qismiga albatta kley qilib olasiz, astarga qilmaysiz. Undan tashqari ikkalasini teng qo'yib olasiz. Ya'ni yuzaga yuz qo'yib olasiz. Yuzni qo'yasizda tikishni boshlaysiz. To'g'ri tikish uchun mana bu yerda masalan o'zlaringizga belgi qilib olishingiz mumkin, lekin men mana bir belgi qilib turib, mana shu yerdan tikishni boshlayman. Ya'ni 1 santimetrni o'lchab olasizlarda tikishni boshlaysizlar. Ama endi buni chokka yetkazmasdan turib qirqib olamiz. Kesib oldik. Ana endi bu yuz qismi, bu astar qismi. Astar qismiga 0,1 qilib tikib chiqamiz. Endi tikib bo'ldik. Buni bir marta uchiq qilib olamiz. Orqa qismini uchiq qilishga tashlaymiz. Bunisini ham bu orqa qismimiz boshlanadi. Endi orqaga ketganmiz yuza qismi. Bu astar qismi. Xohlaganlar astar qismini boshqa rangidan qilsa ham bo'ladi, lekin men o'zidan qilishni afzal ko'rdim, chunki chiroyli chiqadi. Ichki qismi ham o'sha sifatida qildim. Endi bo'yin qismini tikib olamiz. Bo'yin ochiqligini buni ham xuddi shunday. Ya'ni qaychi bilan qirqib olamiz. Oldik mana. Endi buni ham xuddi bu yuza qismi kleyli qilingan. Bu astar qismiga xuddi buni ham 1 santimetrdan tikib olamiz. Ana endi uchiq qilib boramiz. Ana endi utiklab keldik. Ikki tarafni ham. Orqa oldinga ketgan. Ana endi orqaga ketganini yoyib olib, orqaga ketganini yoyamizda. Yuzaki qismi bu, mana bu astar qismi. Tikilgan joy astar qismi, bu ustma qismi.
Buni ham yuziga qo'yib turib ko'ryapsizlar, o'zlar o't yopdi o'zi. Endi iголкani qistirib olamiz. Bu tarafini ham shunday iголкani qistirib olib tikib chiqamiz. Qistirib olib tikib chiqamiz. Katta qismimiz ham tayyor bo'ldi. Bu olgan qismi, bunisi esa orqa qismi. Mana endi qoladigan ishimiz qop qismini tikib olamiz. Buning uchun avvalo 2,5 tikib, keyin tagini 2 cm tikib olamiz. Ana endi oldingi o'yimni o'ylab chiqishimiz kerak bo'ladi biz. Ana oldidan oldi o'yimini 7 qilib olamiz. 7 cm. Va bu nuqta bilan birlashtirib chiqamiz. Endi orqa qismini. Arka qismini esa 3 qilib olamiz. Buni ham qo'ltiq o'yimiga olib boramiz nuqtasiga. Mana bitta rasechka berib chiqamiz. Hozir bergan sborka uchun chok o'tkazib, sborka qilib paketga yopishtiramiz. Qarib, ko'ylagimiz tayyor bo'ladi. Ana, qizlar birlashtirib oldik. Oldi paketga va qop qismini. Overlock qilib chiqasizlar. Agar overlocklaringiz bo'lmasa, bu yerda yana bir marta chok o'tkazib olasizlar. Chekka qismida yana bir marta chok o'tkazsalaringiz, ya'ni overlockning o'rnini bosadi. Ana endi qo'l qismini qo'yishni boshlaymiz. Biz buning uchun yeng qismini o'ngarib olamiz. Yeng qismini yelka qismini zigzag qilib olasizlar. Ya'ni sizlar qancha zigzag qilsangiz, qancha ob'yom berishlaringiz o'zingiz hal qilasizlar. Ya'ni klientlarning xohishiga ko'ra. Endi qo'ltiq qismini tagini qo'ltiqqa birlashtiramiz. Rasechka bergan edik. Baland qismini yelka qismiga beramiz. Belgilaymiz ikkalasini. Endi tikib chiqamiz.
tikib oldik. Ag'darib ko'ramiz qanday bo'larligini.